Короче, kimi kaptari pık atib, bundan suv akıp, şunga o'xshash xırıldab, öksirib, aşunnin narsalar bo'lib turgan bo'lsa, kaptarlarında. Şuna qarşı neler var? Dorilar var. Vet aptekaga girsangizlar, Dehqon bozorda ikkinchi zakritida, ikkinchi etajında satıladi vet apteka var. Любой bir veterinariya aptekalarga kirib turib so'rasangizlar ham bo'ladi o'zi. Men shuningina tilazin 50 millilitr suyuqlikdan bu suva qo'shib beriladi bu. 1 litr suva 1 millilitr qo'shiladi, 2 litr suva 2 millilitr. Agar kaptarlaringiz 3-4 tane bo'lsa, yarım litre 0,5 millilitr solinadi. Suva qo'shib bersangizlar ham bo'ladi. 0,2 millilitr kaptarni og'zina damlatsangizlar ham bo'ladi. Shpritsda so'rdirib turib. Shpritsda so'rdirib turib og'zina damlazgan vaqti napor bilan, ya'ni shpritsni napori bilan damakini italamaslik kerak, bo'g'ilib qolishi mumkin. Nito bo'ladi, to'g'risi. Astan yuvarib berib, geçte ko'pincha sasozlar, kaptarlar, yani patirda boshqati bo'tirmaydi, ichidan suv chiqib bermaydi, zakonni bo'ladi. Masalan, men yana şey kaptarim, oqshomgina mazasi yo'q edi, cho'g'ib o'tiradi. Birinchi marta ichirdim, og'zini yuvardim, shu bilan normalni bo'lib ketdi. Qaysidir bir kaptarlaringiz shunday bo'lsa, o'sha doridan ichirsangizlar bo'ladi, yo suvni qo'shib bersangizlar bo'ladi, kaptarlaringiz 5-6 dona bo'lsa. Keyin yana bir maslahat bor. O'zi bu vitamin, o'zi bahorda kimdir masalan kaptarlarni chiqarmay boqadi, kimdir kaptarlarni umuman bir ko'cha ko'rmaydigan, quyosh ko'rmaydigan yerlarda boqadidan ko'pincha ularda vitamin tanqisligi bo'ladi. Masalan, jujalar, perlarni yeydi, kaptarlar boshqa etadi. Shunday situatsiyalar bo'ladigan bo'lsa, yana men o'zimni chiktonikdan vitamin olaman har yil. Bahorda beraman men ko'pincha. Shunday suvni 1 litr suva 1 millilitr solinadi bunda. Suvni qo'shib bersangizlar zakonni bo'ladi. Endi men nechki effekt berishini men to'shni bilmayman. Masalan, buni ichirgandan keyin kaptarlarim yo zakonni bo'lib bir esirib ketganlari yo'q, lekin men beraman-da shunday. O'zi avvalan berar edim. Ko'p yillardan boqqan vaqtim. Her yıl beraman, o'tgan yil ham berdim, bu yil ham yana olib beraman. Vet aptekada sotiladi bu narsalar ham. Yana bir maslahat, bundan tashqari men sizlarga opisaniyasida yozib qo'yaman, kommentariyada. Yana 2 xil, 3 xil dorilarning retseptlari bor. Aptekalardan topsangizlar bo'ladi.